Assalomu alaykum yurtdoshlarim. Assalomu alaykum she'riyat muxlislari. Assalomu alaykum Normurod Kamol she'riyati obunachilari, ishtirokchilari. Yana yaxshi insonlar haqida so'z yuritamiz. Tahsil aytay men odamning mardiga. Mard yaraydi doimo el dardiga. Hech yomonlik aylamas insonga mard. Dog' tushurmas origa, vijdonga mard. Shunday insonlardan biri marhum O'ktam Barnoyev edi. U inson xalqi uchun, vatani uchun rohatidan, oromidan, hattoki shirin jonidan ham kechgan mard inson edi. Oxiratlari obod bo'lsin, Alloh rahmatiga olgani rost bo'lsin. Shu kishini xotirlab yodnoma o'qib bermoqchiman. Marhum do'stimiz O'ktam Barnoyev xotirasiga bag'ishlayman. Ma'naviyatli, ma'rifatli, kamtar bir inson edi. Suhbatlari shirin, shakar, asal kabi bol edi. Suhbatida do'st yorlari mushtoq edi, zor edi. Ham ilmli, ham bilimdon, serqirra inson edi. Buxoroda, Romitanda O'ktam Barno bor edi. Yurti bilan, xalqi bilan qalbida bahor edi. Yuz ko'zida tabassumi, ham quvonchi bor edi. Saxiyligi, saxovati unga doim yor edi. Kambag'al qashshoqni siylovchi ajoyib inson edi. Buxoroda, Romitanda O'ktam Barno bor edi. Kelsa agar do'stlar yaqin yiroqdan, peshvoz chiqib kutib olar quvnoqdan, hol so'rashar bir-biridan har yoqdan. Do'st qadrdon qarindoshga boy edi. Buxoroda, Romitanda O'ktam Barno bor edi. Jannat bo'lsin so'nggi borgan makoning. Alloh qabul qilsin xayru ehsoning. Duo aylar barcha xalq mehriboning. Normroddir jannatda bo'lsin joying. Buxoroda, Romitanda O'ktam Barno bor edi. Normurod Kamol, Shopirkon tuman, Jo'rabod qishlog'i.